Siz yeni bir harf bilan tanishish oldida turib etibsiz. Uning qaysi harf ekanligini bilgingiz kelayotganda, undaqda boshlaylik. Bosh T. O'tira T. Ulanma T. Yalg'iz T. Siz yuqorida T harfining har xil shakllarini ko'rib o'tdingiz. Endi ularning so'zlardagi o'rniga diqqat qiling. Qo'sqi och toshqanning o'tchetlarga qaradi. Choyni olib tikkanning tilajab og'ridi. Muattar to'xti, doktordan qo'rqdi. Kit dedi, pilting, ishtidi. Hav hav. Ata at minayli. Toy chiqini ketdi mayli. T'ga oyoq ani qo'ysak ta bo'ladi. Ta. At. Tat. Ağa tani qo'ysak ata bo'ladi. Ata. Taga nani qo'ysak tana bo'ladi. Ne ana tana. Maqtanchaq to'shqan. To'shqan bilan To'michoq to'shqanning uyida tavuz yeyishib o'ltirganda to'shqan ochpaqiliq qilib jiqyapti. To'michoq to'shqanning og'rib qolishidan ansirab, "Televizorni ochsangchi, kelgash o'tirayli" debdi. Rost degandek, to'shqan televizorni ochgandan keyin tavuz yeyishdan to'xtabdi. Ammo televizorda chiqayotgan narsalarni tunishtirib, To'michoqqa orom bermadi. Avu odamning puti, avu odam. Yenidagi qutur ish yitlog'ini ot, ana. "Voy bo'ldi qilsangchi, bek men chikansan" debdi To'michoq terikib. Ani qara, traktorda yer haydayotgani mening og'inam bo'ladi. deb vatildab beribdi to'shqan. Dal shu chaqda ish kelib To'michoqni chaqiribdi. "Ha, mana ishtaka." To'michoq to'shqandan qutuladigan bo'ldim deb o'ylab, derazaga qo'nibdi. Biz tavozliq o'yin o'ynaylik, bo'lamdi? debdi ish To'michoqqa. To'michoq ma'qul bo'ldi. Buningga to'shqanning ochig'i kelib, ularga o'zini ko'zitib qo'yishni ko'ngliga bukib. To'michoq ishqa og'amchida mingishni o'rgatayotganda to'shqan yugurib keldi va "Shunimi o'g'inish ketamdi? Men sen dötlarga og'amchida qandoq mo'dig'anligimni bir ko'zitib qo'yay" deb To'michoqning to'sqiniga qaramasdan og'amchiga chiqibdi. To'shqan bir necha qadam mingibla yiqilib tushibdi. "Xo'p bo'ldi" debdi To'michoq. "Po atmasam bo'lmamdi" "To'li bujirlima" debdi To'shqan. "Men hozirli o kaptar mengayotgan toksimida mengib chapoq ko'zlarimni echib qo'yaman" Shunda qilib, ular stolbi ustidagi taxtayga chiqibdi. Bu ya haqiqatan egizgan. To'shqan po atqaniga ichida pushaymon qilsa-mu, gepidan yeni bilishga yuzi chidamay, simga dasabdi. U ming o'lib, ming tirilib, simning o'ttirisiga kelishiga put qo'lida jon qolmay, tampong'ini yo'qotibdi va "Quzullar!" deb tovlashga boshlabdi. Nima qilishini bilmagan ish bilan To'michoq To'shqanga "Ishki Qo'lingda yana birisini tutib ol" deb vaqirabdi. Bechora To'shqan oldidagi yana birisini tutishiga tok soqib yetib, janidan ayrilibdi-da, yerga tikmollaq tushibdi. To'shqanning maqtanchaqligi oxiri o'zining beshiga chiqibdi. To'michoq ish kaptarlarmi buningdan 30 sim bilan 0 simga tang tegib ketsa, tok soqib yetadiganligini bilib, toksimi atrofiga qayta yaqin kelmabdi.